Geçip taştadan ataktan geleceğinizde baratkan kayboluş erdüğünü gıdırar. Kaydasın sen nestandar ecan, nestandar ecan, nestandar ecan. Aksuyunun dayrasın geçip 14 ming so'm, bunisi 13 ming so'm. Qo'zi qo'shqorlar. Sho'ngu 14 ming so'm. 10 ming so'm dedingizmi? 13 ming so'm kichinasi. Qo'zlar qanchadan ekan? Ko'ring aka, urg'ochlar. Urg'ochi qo'zlar qancha so'm? Qo'chqor qancha bundan qo'chqor? 6 ming so'm. Urg'ochilarchi? Urg'ochilar qanchadan? Urg'ochlar 7 ming so'mdan qanchadan bermay qo'yding? So'rab aka. So'rayotishadi deydi. 7 ming so'mdan deydi bahasi. Qaysi kanal aka? Qanchadan ukam qo'zlaring? 5,5 dan qo'yma. 4 dan erkak. 5,5 ming so'mdan deydi. Erkek qo'zlar mı urg'ochi? Yalan erkak. Yalan erkek qo'zlar deydi. 5,5 ming so'mdan. Qanchadan bermay qo'ydingiz? Buna 4 dan 5 dan berib qo'ydim, buni 4,5. 4,5 ga bermay qo'ydim deydi buni. Qolganlarin 5 dan bermay qo'ydim deydi. Ya qo'chqorlar qanchadan? Ay, 6200 dan alındı be. 6200 dan alıp bir qo'chqorlar. Бағасы var mı? Soyuşqa mı? Бағауыз deydi. 6200 dan alınmışlar. Qozulu qo'ylar 13 ming so'm. Qancha tish qo'yimni al? Bu aka tishni. Tish bilmaysizmi? Chekidan 13 mi? Buni tutazım saytdaga. Barining qo'zisi bormi? Bir o'sining ana qo'zisi yo'q ekan, qolganlarining qo'zisi bor deydi. 13 ming so'mdan deb atadi. Qo'zlari mana. Qisir qo'y var. Qo'ydi 10 ming so'm deb atadi, qisir qo'y. So'yganda qo'z chiqib bo'lmaydi? 10 ming so'm deydi, qisir so'yishqa, semiz. Qancha tish bu le? 4 tish mi? 4 tish qo'y. Ya echki qancha oldi? 7800 bo'ldi deydi ulog'i bilan. Qarangizchi, qara ya, qara. 3'ö 7800 dan bo'ldi uloqlar bilan. Yeline uloq. Ya echki qancha oldi? Aq. 5,5 ming so'm bo'ldi deydi aq echki. Egiz qo'zu. 8 ming so'm deydi, kam var. Qo'zisi bilan. Ya YouTube'ga qaysi kanal, qaysi kanal? Universal. Universal. Qancha tish? Tish maydalab qo'ydi bu. Tishi maydalab qo'yib turdi, 8 ming so'm. Qo'zlaringiz qancha ekan sizga? Qo'zlar 4 ming so'mdan deydi. Qanchadan bermay qo'ydingiz? 7 mingga berdim. Yo'q, onu 7 mingga bermay qo'ydim deydi. 4 mingdan berem deydi, 8 mingga. Qancha qo'z? 2,5 kilo.
12,5 ming so'm surab otam deydi qo'zisi bilan. Qo'zisi urg'ach ekan ha? Qo'y qancha tish o'zi? 6 tish qo'y ekan. Qo'zisi cho'ng o'sgan qo'zi. Qanchadan ekan qo'zilar? 6,5'dan. 6 urg'achi erkakmi? Urg'och uchadi. Urg'achi qo'zilar 6,5 ming so'mdan. Ya qancha oldi qo'ylar? Ya qancha oldi? 13,5 ming so'm bo'ldi deydi mana eko. 13,5 ming so'mdan. Hayda. Aka qo'ylarimiz qanchadan? Demek böyle. Qancha bunday? 7'ye benim de oldu. Qisir bu. Urg'och to'q ha. Urg'achi to'qdi ekan 7 mingga berem deydi. To'yutcha qisir bu. Bo'z qisiri belgisiz ekan. Qanchaga berib qo'ydingiz? Yeme geldik hazır geldik. Uka muyungun bağısı qancha so'm? Bağısı qancha so'm maqchasi? 38. Tug'am emas be. Tuyla 38 ming so'm deydi. Tuyeli qunajin. Jazga to'yu? İçinde balası var deydi. Jazga to'ydi ekan. Aka qunajinning bağısı qancha so'm? 37 kam var. 37 ming so'm kam var. Jazga to'yu tubaymi? Jazga to'yu? 37 ming so'm kam var deydi. Jazga tubaydi ekan qisir. Kaçasını odası kan? Turpoqning bağısı qancha ekan? 26 ming. Urg'ach turpoq ekan ha? 26 ming so'm deydi urg'ach turpoq. Naqsi? Bu 30 ming so'm, bu da urg'achi. 30 ming so'm deydi bunun bağısı. Turpoqning bağısı qancha ekan? 27 ming so'm deydi urg'achi turpoq. Qancha ekan bağısı? 24 ming so'm. Kam var deydi urg'achi ekan ha? Urg'achi turpoq 24 ming so'm. Kam var deydi. Qizil qancha ekan? 22 ming so'm qizil turpoq. Urg'achi. Qancha ekan aka mana qara turpoqingiz? 26 ming so'm deydi. Urg'achi, erkak. Urg'achi turpoq ekan. Urg'achi? Urg'achi turpoq 26 ming so'm. Qancha bağısı? Bağısı qancha? 23 ming so'm deydi urg'achi turpoq. Bağısı qancha ekan turpoqning? 23. 23dan eko atang. Ekoni bir alsa 23dan berem deydi. Urg'achi turpoqlar bu? Urg'achi bu? Urg'och. Urg'achi turpoqlar ekan. Meniki 28. 28 ming so'm deydi. Urg'achi turpoq ekan bu dag'i. Qanchaga berib qo'ydingiz mana cho'ng? 25.200 ga bağılışkan ekan berib qo'ydim deydi. Nega ontvatchat? Nega ontvatchat? Pazar bunu anlarken de olsun, görüp alın olsun, sen sıra. Bu vatan tepkilendi. Tartıp geldim desek ki. Ha? Ben açmayayım. Ben tam orada. Ya başkalarda ham o'ylash kerak da olib satarlarla foyda ko'rolmay. Elda de foyda ko'rish kerak.
Aka mına turpa qancha? Ha? To'rtboq bu. Ha. Kamera taptasin. Aytmayman kamerada. Aytib qo'ying masalasi. Sizniki qancha aka sizniki? Meniki de acısı. Ya buna turpoq 100 ming so'm ekan. Buna qora turpoq da 100 ming ekan. Aka basini aytib qo'ying ham. 30 ming so'mda o'tadi. Urg'och turpoq ekan ha? Urg'och turpoq. Buna kichkinasini aytib qo'ying ham. Oldu lot. Buldeli 30 ming so'm deydi. Cho'q olsanglar 30 mingdan berem deydi. Siznikichi? 32'den. 32 ming so'mdan urg'ochi qora turpoqdir. Qaysi nima? Universal. Qanchadan berib qo'ydingiz? 29'dan vermedim. Bundan jashsal cho'ngroq o'xshaydi. Ya yaşlı. 29 ming so'mdan berib qo'ydim deydi. Yigirma 5 ming so'mga sattım deydi. Qizil urg'och turpoqda. Aka, qunajning basi qancha? 36 ming so'm deydi qora qunajinda. Sizniki qancha? 35 ming so'm deydi. Urg'ocha? Urg'och turpoq ekan 25 ming so'mdan o'tadi. Egasi qapı olat qo'shib qo'ysan. Nega? Aka, qunajning basini aytib qo'ying. Qaysi nimadan chiqadi bu? 30 Qaysi kanalga çıkıp mı? Universal. Universal. 32 ming so'm deydi qunajinda. Tuv ayta jazg'a. Tuyu. Hem onu kamu